oppoqqina kiyimlar kiyib olib, o'zingizga sidingdan moslab olib, atamankalar chiqarib olib, boyagan mazza qilib oqib ketasiz. To'g'ringiz ham keldi, yuzi. Mana bu yoqqa MacBookchani qo'yib qo'yasiz, o'zingiz ishlaringizni bitirib ketaverasiz. Yoki zerikkan bo'lsangiz, muzdek suvlaringizni bitta bosamanda sekin olib ichaverasiz. Mana bu monitorchadan xohlagan kinolaringizni ham ko'rib ketsangiz bo'laveradi. Qarang, oldiga o'g'lingizni yoki shofyoringizni o'tkazib ketsangiz ham mazza qilib keyin ham yoningizga olasiz, o'qib ketaverasiz. Bu yag'dreamer vashimshkalar narxda chiqib qoldi-yu. Mana podstakannik ochilishini qarang. Bitta bosaman o'zingizga moslab suvlaringizni ham qo'yib ketaverasiz. Qarang, qarang. Bitta bosiladi, eshikni o'zi avtomatik yopiladi. Gap yo'q. Vau, mana buni qarang, video registratorini. Lekin gap yo'q, oldilari ham juda kengina bo'layotgan mashinani multirol, head-up display, climate control. Mana qarang, ikkita monitorchalari bor. Mana farasini qarang, LED fara-ku, mana shu logosiga mazza qo'raman-da. Haqiqiy komfort mashina shu bo'ladi. Vau, mana bu xrustanli faralarni qarang, bitta bosasida orqasida детский sidinalari ham bor. Bu uzun zarachilar qo'shib beriladi. Gap yo'q, orqalari ham juda kengida. Mashinamizga yili probegiga keladigan bo'lsa, 2025-yil atiga 7000 yurgan srochniga 63,5 ming dollarga bosib olsangiz bo'ladi. Narxi o'shimishkalar narxda kraskasi top-toza, o'zi aloqaga chiqaverasiz.